3 gektar olmuş tutugi girib sotiladi. Yakkabog' Chinnonda. Shamshir Abzorqul. Mana shunaqa devor bilan zabor qilingan 3 gektar olmuş tutugi yerimiz sotiladi. Oldin akalar bu yerimizda baliqxona bo'lib ishlagan. Katta hovuzlarimizdan 3 ta bor. Oxirida yana 1 gektarlik bog'imiz bor akalar. Pastga egalari nomerini qo'yib ketaman. O'zlaringiz gaplashib, dogovorlashib, xullas xususiy korxonani sotib olsanglar bo'ladi. Biznes qilmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun ham idealniy variant. Akalar mana bu tolli tagida bemalol tapchallar qilib, stol stullar qilib, zo'r soyali joy bo'ladi. O'tirib, mana shu joyda ham o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bizdan nasi bo'ladi akalar, tandirxona, oshxona, xullas kabinka ham bo'lgan Olimdagi xullas staloy bo'lib ishlagan baliqxona bo'lib. Bemalol kelinglar, ko'ringlar, yana ham egasi bilan dogovorlashib, xullas yaxshi joy, juda katta joy. Kichkina 10 sotik qilib uchastka qilsa ham bo'ladi, bu. Xohlaganini qilsin, xohlaganini qilsin. Akalar, ikkinchi hovuzimiz, bundan keyin uchinchi hovuzimiz, mana birinchi hovuzimiz akalar. Juda ham katta joylar. Akalar, adresiga keladigan bo'lsak, Yakkabog' Chinnonda paxta punkti bormi? Shu paxta punktining orqasida joylashgan. Mana paxta punkti orqasida yonida mana namunali uylar bor akalar. Mana shu yerda 3 ta hovuzimiz bor ekan, juda ham katta. Alma, yangoq, xullas zo'r boqib qo'yishibdi bolalarimiz. Akalar, mana shu joydan xohlasanglar, mana ko'ryapsizlar, yer uchastka olingan o'zi. Uchastkalar taq bo'lib, xullas qurilish bo'lgan. Mana shu yerdan ham 6 sotik, 10 sotik qilib qurilish qilsanglar ham bo'ladi akalar. Bemalol uy joy qilib yashash uchun bemalol joy qilsanglar bo'ladi. Yo'limizga keladigan bo'lsak, mana yo'limiz bor. Bemalol mana shu 6 sotik, 10 sotik qilib uchastka qilsanglar ham bo'ladi akalar. Videoni biznesmen akalarimizga jo'natamiz va like-ni bosib, akalar qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xullas idealniy joy. Yana ham zo'r joylarni sizlarga chiqarib beraveraman. Akalar, yana baliqxona qilsak bo'ladimi deganlar uchun mana ko'ryapsizlar, kanali bor, suv keladi bemalol. Suvni olib bemalol yana baliqxona qilib ishlatsanglar ham bo'ladi akalar.